Assalomu alaykum aziz obunachilar. Texnikalarimizning bahasi to'g'risida bir qisqacha video qilib o'tamiz. Videomiz toza texnika alamanda yurgan odamlar uchun menimcha ma'qul bo'ladi. Chunki hozirgi vaqtda bir narsa olajak bo'lsalar, boshda internetga kirib, nechik narsa ekan, u sifati nechik, puli nechik, hamma internetdan qidiradi. Shu sababdan texnikalarimizni baholari to'g'risida qisqacha video qilib o'tishga qaror etdik. Agar videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarni yozib, like bosib, podpiska bo'lib qo'yishni yoddan chiqarmang. Birinchi adresimizni tushuntirib o'tsak, bizning adresimiz Xorazm viloyati Urganch tumani Chalish yo'lida joylashgan. Ekran tagida nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Bemalol telefon urib, tushunmagan savollaringizga javob olishlaringiz mumkin. Boshqa viloyatlardan bo'lgan mijozlarimiz ham bemalol qo'ng'iroq qilib savollarga javob olishi mumkin. Chunki bizani filiallarimiz O'zbekiston bo'ylab bor. O'zine yaqin yerdan borib, yaqin filiallardan olib ketaveradi traktorlarimizni. Kommentariyalar ichida negativ yozganlar bo'ladi. U negativchilar hamma yerda bor, yo'q bo'lib ketmaydi. Chunki 5 barmoq bir xil emas. Ko'pincha traktorlarimiz qimmat. O'zing haydaver traktoringni. Ya bo'lmasam leasing olib umri o'tib ketadi. U traktorning bahosini to'layincha degan negativchilarga bir javob berib o'tib ketgan. Og'alar, ukalar, u traktorlarning bahosi bizani qo'limizda emas. Biz ko'tarmaymiz. Ras bir ko'tarilsa, O'zbekiston bo'ylab bir xil ko'tariladi. Ras tushsa, O'zbekiston bo'ylab bir xil tushadi. Qani bizlar arzon bo'lsa, xalqimizga traktorni yetirib beraversak, har bir dehqonning o'zini xususiy traktori bo'lsa, dehqonchiligida ishlarini yengillatsa, hosilini mo'latib o'tirsa. Leasing olgandan keyin uni hisob kitob etib, hamma narsasini o'ylab shunday olish kerak. Bu texnika degan narsa ishlab turgandan keyin pul topadigan narsa. O'zini pulini o'zi topib beradigan narsa. Asa biza negativchilarimizga javob berdik. Bu yanında bir qator texnikalarimizni baholari bilan tanishtirib o'tib boshlaymiz asa. MTZ 80.1 traktorimiz 4 porshilli 80 at kuchli traktor. Hozir kundagi bahosi 320 million. Bu 80.1'imizni boshqa 4 tirjakli MTZ traktorlardan farqi, bu traktorimizni elde tartmaydi. 82.1 traktorimiz 4 porshilli 80 at kuchli traktor. 4 polon ham tartadi. Bu traktorimizning bahosi 345 million so'm. 82.1 balishning varianti 360 million so'm. 892 traktorimiz 4 porshilli 4 polon ham tartadi. Turbinali 90 at kuchli traktor. Bu traktorimizning bahosi 390 million so'm. 952 traktorimiz. Bu traktorimiz ham 4 porshilli 4 polon ham tartadi. Turbinali 90 at kuchli traktor. Bu traktorimizning bahosi 400 million so'm. 1025 2 traktorimiz 4 porshilli 4 polon ham tartadi. Turbinali 105 at kuchli traktor 470 million so'm. 1025 3 traktorimiz. Turbinali 4 porshilli 110 at kuchli traktor. Bu traktorimizning bahosi 515 million so'm. 1221 3 traktorimiz. 6 porshilli turbinali 136 at kuchli traktor. Bu traktorimizning bahosi 635 million so'm. Hozirgi kunda bilasizlar, bu MTZ traktorlarimiz hammasi konditsioner maytofon bilan kelib turibdi. Avvalgining bez konditsioner, bez maytofon kelmaydi. Shu sababdan konditsionerlar deb har birida bir aytib o'tmadim. Hozir kelib turgan MTZ traktorlarimizni hammasi konditsioner maytofon bilan jihozlangan. Endi kultivasiya uchun mo'ljallangan traktorlarimizning baholari bilan tanishtirib o'tamiz. Tak, MTZ 80H traktorimiz 80 at kuchli 4 porshilli 360 million so'm. LSH traktorimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan 88 at kuchli turbinali 4 porshilli traktor. Bu traktorimizning bahosi 295 million so'm. Laval 1104 traktor. 4 porshilli 110 at kuchli traktor, turbinali. Bu traktorimizning bahosi 445 million so'm. Laval 1104 turbinali 4 porshilli 110 at kuchli traktor. Bu traktorimizning
bahası 410 milyon so'm. Laval P4110 traktorimiz ham 4 porshilli turbinali 160 traktor. Bu traktorimizning bahası 470 milyon so'm. Laval 1454 6 porshilli turbinali 145 60 traktor. Traktorimizning bahası 548 milyon so'm. Laval 1654 6 porshilli turbinali 165 60 traktor. Bu traktorimizning narxi 735 milyon so'm. Laval 2204 traktorimiz. Bu da 6 porshilli 220 60 traktor. Bu traktorimizning narxi 940 milyon so'm. Mini traktorlarimizdan Laval 254 3 porshilli 25 60 traktor 4 balon ham tortadigan 128 milyon so'm. Laval 504 4 porshilli 50 at gücüne ega 4 balon ham tortadigan. Bu traktorimizni bugungi kundagi narxi 190 milyon so'm. Agar ko'na imtiz haydab motorni remont etish joningizga degan bo'lsa, yana to'g'ri Belarusiyada Minsk zavoddan kelib turgan imtiz motorlarimiz bor. Olib borib qo'yib beraverasizlar. 500 motochas garantiyasi bilan beraveramiz. Bahası 65 milyon so'm. Endi motor narsalarimizni baholarini aytib o'tamiz. Preslidon texnikalarimizdan Turkiyada ishlab chiqarilgan K 555 Respat borchkimizning bahası 228 milyon so'm. Keyin bu yerda yana Rostelmash Rossiyada ishlab chiqarilgan Tukan Prespat borchkimiz 155 milyon so'm. Yerga ishlov beruvchi frezalarimiz 1,5 metrligi 42 milyon, 1,80ligi 48 milyon, 2,30ligi 54 milyon so'm. Aylanma pluglarimiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 4+1 5 korpusli aylanma plugimiz bahası 205 milyon so'm. 3+1 4 korpusli aylanma plugimizning bahası 155 milyon so'm. Plugning arkasında durgan buğday ekadigan selkamiz bor. 4 metrli 28 qatorli Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan. Bu selkamizning bahası 160 milyon so'm. 3 metrlik diskoy baranamiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan. Bu diskoy baranamizning bahası 140 milyon so'm. 4 korpusli prostoy plugimiz Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan. Almas firmaniki 38 milyon so'm. Şu plugning 3 korpuslisi 35 milyon so'm bo'ladi. Kasilkalarimiz rotilni 195ligi 42 milyon so'm. 165ligi 39 milyon so'm. Nurularimiz tonnaligi 23 milyon so'm. 800lik nurularimiz 20 milyondan. 600lik nurumuz ise 18 milyon so'm. Bunda shtangoy aprezgivitellarimiz 20 milyon so'mdan. Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan mulcherimiz 320lik 125 milyon so'mdan. Sterx 2000 Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan qarmoboshli kombaynimiz ham 125 milyon so'm. Biza yana Laval zavodini kombaynga qo'yganmiz. Ushbu kombaynimizning gavdasi ya katta emas, ya kichkina emas, o'rtacha 4 porshilli 190 at kuchli. Bu kombaynimizni hozir oldinda 4 metrlik sholi buğday uchun жатkisi, komplektida yana 3 metrlik makka uchun жатkisi bor. Kombaynimizda 2 жатkisi bilan bahası 810 milyon so'm. Kultivatorlardan 2 xil kultivatorimiz bor. Yine shunday навесной raz qistirib ajratib ketadigan xilasi, ya'ni polniy traktora mahkam bo'ladigan xilasi. Bu varianti 140 milyon so'm. Imenin chizildakkaning dakib qo'yib ketadigan varianti 135 milyon so'm. Ushbu texnikalarimizni siz
naq, prechseni, leasing asosida sotib olishlaringiz mumkin. Agar 100% to'lab olaman desangiz, olacak narsangizni summasini qarab, конечно, skidka qilib beramiz. Agar leasing olaman desangiz, 15-20% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yil oyma-oy to'lov bilan leasing qilamiz. Ya bo'lmasam 25-30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 3 yil har 6 oydan bo'ladi to'lov. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, ekran tengida o'zi nomerlarimizni qo'yib o'tganmiz. Shu nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, leasing grafiklari, tushunmagan savollaringiz, narxlari hammasi bo'yicha savollaringizga javob olishlaringiz mumkin. Keyin musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun shu ekran tengida qo'yilgan nomerlarda telegramlar ham bor. Bemalol telegram orqali chiqib gaplashsangiz ham bo'ladi.